YouTube'dan ko'rib kelishdi, hurmatli akalar. Kачестволari juda ham zo'r taxtalarimizdan qilib berganmiz. Okammiz, assalomu alaykum. Qo'llaringiz yaxshimi? Xo'p, yana bir marta so'rashib qo'yibdi, xafa bo'lmaysiz. Xo'p, aka, qayerdan keldinglar? Biz aka Namangan tumani Urganji qishlog'idan keldik. Shu YouTube'da mana shu qo'yilgan asl taxtini ko'rib keldik. Xo'p, Taxtalar aka biz o'ylagandan ham yaxshiroq ekan, a'lo darajada. Chunki biz bu 5 metrli yog'ochni bir 10 kun oshiqroqdan beri bozor yurib taxta qidirib yurgandik. Xudo xolasa mana shu YouTube'da ko'rib topdik. Xudo xolasa 3 kun oshiqroq oldik. Biz o'ylaganimizdan ham a'lo darajada aka. Okalarimizga qilib berdi, hurmatli akalar, zo'r taxtalardan bo'ldi. YouTube'ga qo'ygan 5 metrli 12 ya'ni 12,5 ga 3 uzunligi 5 metrli zavodskiy taxtalarimizdan uni 4 metrli taxtalardan qilib berganmiz. Kачестволari zo'r. 120 kvadratga polga oldilar okamlar. Suxoy taxta bo'lgani uchun polga ham qo'yib qo'yaverildi bu taxtalarni. Xo'p, hurmatli akalar, agar sizlarga ham shunaqangi taxta mahsulotlari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Mana shu shofyor akamlar tashabbur beradilar. Shedamiz, xizmatdamiz. Ana, akamiz xizmatda. Aka, xariddan mamnunmisiz? Ha, maslahat berib. Aka, yaxshilikni ko'rishaylik, olgan sotganga Alloh baraka bersin. Rahmat desang, tan joyingiz sog' bo'lsin. Yaxshi xizmat qilsin, aka. Xo'p, akalar, yana ma'lumot, yana sizlar chiqqan video. Akamiz chiroyli xaridni qo'ydilar. Kecha o'zi qo'yganda narxi bilan birga ko'rib xarid qildilar. Akalar, kommentariyada plyuslarni qoldiringlar, o'zingizning fikringizni bildiringlar. Qanaqa taxta kerakligini yozib qoldiringlar kommentariyalarda, polностью qo'yib. Okay, yaxshilik ko'rishaylik, polностью qo'yib ko'rsatamiz. Hop, yuklarimiz jo'nab ketdi. Bu tomonda to'rga 2 rekamizdan chiqib qolgan. Sifat zo'ridan akalar, patologiya tunkafonga bemalol ishlataverasizlar. Hop, bu yerda yana akamiz mana qo'y oxiriga ham tushib beraverasizmi videoga? Videoga rozi qo'yasiz. Yangini qo'y. O'lamda. Akamiz, salom. Ogamiz qo'y oxiriga mana taxtalardan xarid qilishdi. Aka, taxta ma'qulmi? Zo'r. Oxirga zo'r ekanmi? Zo'r. Rekalar bilan birga qilib berdi akamizga. Eniga 15 santimetrli, qalinligi 2 santimetrli, uzunligi 3 metrli taxtalarimizni 30,600 so'mdan qilib berdi akalar. Xo'p, kimga kerak bo'lsa? Rahmat. Xo'p, aka. Ishlarga rivoj. Aka, yaxshilikni ko'rishaylik, kelib turinglar. Xo'p, yaxshilikni ko'rishaylik. Akalar, ko'pchilikni uzog'ini yengil qilibdi degan deb o'ylayman. Akamizni gaplarini eshitgan bo'lsangiz 10 kundan beri optim narxda 5 metrli polli taxta anchadan bir qidirib yurar ekanlar. Mana YouTube'dan ko'rdilar, YouTube'ga qo'ydi. Endi sizlar pajashka qildinglar, like'larni bosdinglar akalar. Videolarimiz ko'tarildi. Kerakli joylargacha yetib bordi. O'sha kimga 5 metrli kerak bo'lsa, o'shalargacha men akalarimizgacha yetib bordi, keldilar, xarid qilishdi. Yo'qdi, dedilar, ko'rdinglar. Xo'p, akalar, shunaqangi pajashkalarni qilib turinglar. Men sizlarga alohida video qilib, video joylab beraman. Narxlari bilan birga. Prosta chotki qilib pajashkalarni qilib tursana, bo'ldi, hurmatli akalar. Xo'p. Akalar, yana internet zo'r qulaylik taraflari. Xo'p, hech qayerga bormasdan uyingizda o'tirib olib, xohlasangiz qo'yi narxini, xohlasangiz o'yi narxini, xohlasangiz mana taxtalar narxini, xohlasangiz mashinalar narxini, realniy vaqtdagi narxlari bilan bemalol tanishib tursangiz bo'ladi. O'shalarning eng zo'rlaridan bittasi, misol qurilishda ishlaydigan taxtalarni eng zo'r qo'yadiganlardan bittasi asl taxta. Bu bizning kanal bo'ladi, akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, skladlarimizga kiringlar. Qo'yitgan narxlarimizni